Hasan! O, Husan! ho. Tez kiyininglar, bozorga borib kelamiz. Oyim Hasan Husanlar har doim bir xil kiyinish kerak deydilar. Lekin bizni dedimiz. Bunda seryozniyroq kostyum ham klassik narsalar olaylik. Undan ko'ra sportivniy narsalar olaylik. Shuncha o'zingni ehtiyot qilib yurasan, lekin bu ahvol. Yetishli mazza bo'lmayaptimi? Yo'q, menimcha Husanning mazasi bo'lmayapti-da. Menga seziladi-da. Bo'pti, men uyga ketdim-a. Ko'pchilik bir-birimizdan farqlanmaydi. Voy, Hasan akammi? Hasan aka. Hasan aka? Menga qarang. Tinchlikmi? Ne chaqirsam qaramaysiz? Yo'q, men emas. Men u. Hasan aka, jinni bo'lmang. Nega kecha telefon qilsam ko'tarmadingiz? Yo'q, siz meni tushunmadingiz. Men aytmoqchi bo'lganim ana haligi. O'zingiz oqlamang. Voy, nima chizib olgansiz? Qo'lingizni oling, indamasa. Sizdan kutmagandim. Bevafo. Ha? Singlimiz sen xafa qildingmi? To'xtanglar! Sizlar adashyapsizlar. Men Hasanman. Yaxshi. Men Odilman. Oyi, o'qishga kirdim. Voy, zo'r-ku. Husanchi? Yo'q, u kirolmadi. Unda sen ham o'qimaysan. Hech qachon bitta o'zingni o'ylashga haqqing yo'q. Hamma narsaga baravar erishishing kerak. Sen ket o'g'lanni ushlashga yordam berib yubor. O'zing ishi bor. Men sendan kattaman. Katta bo'lsang 5 minut kattasan. Sen qarab tur hali. Hasan menga ham to'lab yubor. O'zing to'la kerak bo'lsa. Voy, u odamlarning akasi mashina olib beryapti. To'lasang nima qilibdi? Mendan kattasan-u. Katta bo'lsam, bor yo'g'i 5 minutga kattaman. Uydagilar hatto to'yimizni ham birga qilmoqchi bo'lishadi. Oyim esa har doim bizga opa-singillarni topganlari topgan. Ularning hammasi bizga o'xshagan egizak, ya'ni Fotima va Zuhralar. Albatta Fotima Zuhraga uylanishimiz shartmi? Sal semizroq emasmi? To'ylar muborak. Hasan, tezroq bo'l. Xo'p, namuncha shoshirasan? Darsga kech qolamiz. Boshim og'riyapti, Husan. Men uyga ketdim. Dars bor-ku. O'zing amallab borasan. Har doim shunaqa qiladi. Aka-ukalar bitta sinfda o'qishi mumkinmi? Albatta, agar ular Hasan Husan bo'lsa. Tak, Ergashev Husan. Men. Yaxshi, Ergashev Hasan. Man. Ha, malades. Bular umuman dars qoldirmaydi. Xayriyat, qutuldim. Aytgancha Hasan, ana u kitob nima bo'ldi? Ayrim Hasan Husanlarni faqatgina holidan ajratib olish mumkin. Husan, o'ziga indamagin-u. Aken Hasan g'irt bizzelnikda. Men Hasanman. Voy, Husanni shunaqa demoqchi edim. Hazillashdim. Husanman. Qaysi birisan o'zi? Aytgancha o'xshamaydigan Hasan Husanlar ham bor. Qalaysan adash? Yaxshi. Hasan, bufetga boraylik. Ketdik. Hasan, nima aytgan vaqting kelmaysan? Ha, mayli, olib keldingmi chiqar. Obbo, nimani? Oychim, jinnini yo'qman, men buni aytyapman. Ha? Hasan chekadimi? Menga umuman gapirma. Men nima qildim? Husanni aldab uyga jo'natib yuboraman. Ikkalamiz aylanamiz deganding. Yo'q. Qara, bitta gap eshitganman-da, chiroyli qizlar o'zini yana ham chiroyli ko'rsatish uchun yonida xunuk dugonasini olib yurar ekan. Shu to'g'rimi? To'g'ri. Sani chiroyli dugonang qayerda? Yomon bo'ldi, ha? Hasanma Terminator. Hasan, yana nima qilgansan? Bugun darsdan keyin esingda. Xotiram yomon, eslatib yubor. Kontrda Lyubon yoraman deganing ketdikmi? Uchburchakli burchakning tashqi yuzasidagi konturmi? Bo'ldingmi? Hozir qanaqa yoqadi buni? Maktabimda